Savolni bermasam bo'lmaydi, to'g'risi. Ergacha qarang shu travertinni ko'chib tushib qolishi nimadan kelib chiqadi asosiy sababi? Demak, sen doğru savol berding. Bundaki holat birinchidan ustani travertinni teni yaxshi tayyorlanmaganligi bo'ladigan bo'lsa, keyingi holatda devorni sho'r chiqish holati, mana shundan sen aytgandek devorni ko'chib chiqish holati bo'ladi. Shunda devor sho'r bo'lsa, usta yaxshi devorni travertinga tayyorlamasa, vaqt o'tib nishatsa ham shu ko'chib tushib qoladi, to'g'rimi? Shundan bo'ladi. Agar masalan travertinning o'zi sifatsiz bo'lsa, nechik bo'ladi? Endi travertinni o'zi sifatsiz bo'lsa, u travertinni yaxshi ishlatmagan ma'qulroq. Masalan, qarang, men o'zimni Xorazm sharoitida travertin ayttirjakman. Siz qaysi kompaniyadan foydalanib shuni travertin xizmatini aytib berasiz masalan? Men asosan yaxshi firmalarni travertinlarni ishlataman. Masalan, hozir men birisini ta'kidlab aytib bilinman. Men lekin o'zim ishlatadigan sinovdan o'tgan Silklot travertinni 10 yildan ziyod bo'ldi ishlataman. Menimcha u Turkiya mahsuloti, bu mahsulot haqida men ham eshitganman. Sifatdan vobshe gap bo'lishi mumkin emas. Qarang, ergacha Xorazm sharoitida shunday sifatli travertin xizmatlarini qilib beradigan bo'lsam, kimga murojaat etishim kerak? Usta Ergash jamoasiga murojaat qiling. Kelishilgan holda sifatli qilib, chiroyli qilib remontini qilib beramiz. Yaxshi, rahmat.